Endi o'g'il bolalari boshladi. O'tmadi-ku pista. Otmasa ham yugurishvardi. Ters qildi-da. Ja u o'qi nami qilib qo'yibdi. Ters qildi-ku. Hammasini qaytardim, nariga qarab yugurib ketdi ular. O, yoqqa qarab ketdi. Men bu yerda kutib yotibman. O, naridan yugurib kelishadi endi ular. Naridan yugurib keladi ular. O, yugurib kelishyapti. Ana o katta tereyda oldidan yugurib o'tishyapti. Mana qasi kelyapti. Bularning masofasi kattaroq ekan-da. Bitta gap, mana shu terek, mana shu terek daraxti. Mana shu daraxt bilmayman bir 35-40 metr keladigan daraxt. Endi kattaligini mana hozir mana odamlarni oldiga borgandan ko'raverasizlar, mana odamlar, katta odam. Mana shular. Mana shu daraxt 70 yil, 80 yil yoshli bo'lsa kerak, terek o'zimizni. Haligi oq terek, ko'k terek degandan o'shunaqa terek. Juda ham katta daraxt ekan. Koshitsa Slovakiya davlati Koshitsa shahridamiz. Daraxtlari juda ham katta, mana daraxtlari ham katta, mana katta daraxtlar. 40 metr, 35 metr, 40 metr keladigan daraxtlar, mana daraxtlar. Mana yana katta daraxt. Voy, omonjon zo'r, juda zo'r. Iqlim sharoiti xuddi o'zimiz O'zbekistondagidek ekan. Qishimizdan ko'ra issiqroq ham ekan. 15-14 gradus sovuq bo'lar ekan, eng bo'lgani. Bu o'tgan qishda 25-yil kirib kelishida shu 14-15 gradus sovuq bo'ldi. Bunda ham bemalol bitta futbolka, bitta kostyum, kurtka. Shunda yuraverasiz. Havosi zo'r. Yong'oq, gilos, shaftoli, o'rik, olma, bizda nima o'ssa-ki hamma narsa o'sar ekan deydigan. Anjir, behigacha bor ekan. Bu yerda xurmo yo'q ekan faqat. Bizda yo'q narsalar ham bor ekan. Bizda bor narsalar, bu yerda bir ikkita narsa yo'q ekan. Uzum bor ekan. Anjirni ko'rmadik, anor bor ekan. Bodom bor ekan. Xulosa zo'r iqlim sharoiti ekan. Bizam taqdir tasodifi bilan Alloh bergan rizqi bilan shu yerga kelib ishlab yuribmiz. Kelib sharoit qilib ishlasa bo'ladigan joylar. Odamlarning umuman g'ami yo'q hech narsadan. Davlat o'zi ishlamagan odamga 300 yevrodan pul to'laydi ekan, bolalariga. Voyaga yetmagan bolalarga 300 yevrodan pul to'laydi ekan.
yosh kattaroqlariga 400-500 shunaqa atrofida to'laydi ekan. Pensiyalarda aytsam endi bilmadim, ishlagan odamlarda mehnat daftarchasiga qarab, ish faoliyatiga qarab 700 yevrodan tortib 1600 yevro, 3000 yevro oladiganlar bor ekan pensiyaga. Ishsizlarda ish nafaqasi bo'lar ekan 340 yevro. Ishlamasangiz ham pul to'layverar ekan. Yugurib kelishyapti. O'rtada bu musobaqani ko'rish davomida ma'lumotlar berib o'tib ketishga harakat qilyapmiz. Xullas hammaga yaxshi kayfiyat. Kelajakda omad. Shifo talablarga shifo, farzand talablarga farzand bersin. Hammamiz ham insonmiz. Bir marta yashaymiz, bir marta o'lamiz. Hayotni behuda o'tkazmanglar, vaqtni unumli foydalaninglar. Hammaga omad.